Qara, sen bilan hozir bitta o'yin o'ynaymiz. Qo'lingni mana bu qo'yib qo'y. Hoshimjon. Qara. 1,5 daqiqa beraman senga. 1,5 daqiqada mana shu Karavanchiki mahsulotlarini, mana shu bir korobkani mana. Bir korobka narsani. Hadi. Akalarga bilan o'rdak go'shi. Yeb tugatsa, o'sha 100 ming so'm beraman senga. U bilan sizdan ham pul ko'payib ketdi. Yo'mayapti hozircha. Qani ko'ramiz. Tayyormisiz? Ketdi. Nechta bitirding-a o'shda? Endi maqsadlar qanaqa? Bu tagimdagi yana odamlar tagiga tagimiz gullab yashnasa biznes shuncha zo'r bo'ladi. Qayerli eding yoshlar? Jonlimi? Qanaqa ta'mi Karavanchikini? Zo'rmi? Karavanchiki mahsulotlari juda ham sifatli va mazali, ayniqsa natural 100% natural mahsulot hisoblanadi. Vaqting o'tib ketyapti. Xo'sh. Yarim daqiqa vaqting qoldi, oshna. Qalay, yoqdimi? Senga eng yoqqani qaysi biri bilan orasidan? Strips yoqdi. Yaxshi. Karavanchikini zo'r degan bo'lar. Ha, rahmat. Ota-onang nima degan bo'lardi uydagilarga sen ko'rib turgan bo'lsa? Mana kamera. Dada 5000. Stop, o'tib ketdi vaqtdan. Karavan necha baho berasan birda 10 gacha? 8. Rahmat senga, sanam. Realni sotdim. Sanam mana boshqalarga o'xshab. Qochi. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin.